Ay, ixtiyor aka, nima bo'lyapti? Bir qanaqa joyga tushib qoldim men. Qarang. Shuncha ko'chat, 100 mingta ko'chat. Avatar bor, Manicure Finger bor, Lamborghini bor, Preobrazение bor. Men Aka 100 ming emas, xudo xolasa millionga yetkazish niyatimiz bor. Bizda yil davomida uzum ko'chatlar bo'ladi. million. Albatta. Eng ishonchli, sifatli sinovdan o'tganlari faqat. Menga ko'chat tayyorlanishi yo'qdi. Ozuqalar hammasi bor. Tuproq nafas olyapti, eng muhimi. Mazza qilib bo'syapti. Qalamchalarni ham eng zo'rlari olingan. Ikkitalar, uchtadan ko'zlari, ko'chatlari bor. Hatto hosili ham bor. Endi mayli buni olib tashlaymiz. Turishidan ma'lumda, qarang. Dirnash tizimi zo'r. Tuproq nafas olyapti. Bitta narsani tavsiya bermayman, lekin uzumdan bog' qilmaslikni tavsiya bermayman. Chunki uzumdan bog' qilmasa xato qiladi. Eng shifobaxsh meva, eng yaxshi meva. Buni ekish kerak, soqqa qilish kerak, bosish kerak. Ayniqsa zamonaviy navlarda ekish kerak. Hali o'zimga kim aytaman, o'zimga ko'chatlar terib olay, yana bitta ikkita